Lokib o'ng qo'l yordamida va zarba. Harikson Akay. Qanday zarba yo'llashga bo'lyapti Qashqadaryo davlat vakili. Ketgan ravishda bu vaziyatda qo'l zarbasi burchaklarni yaxshi ketyapti. Xayki, Medokik. Yana bir Medokik zarbasi. Ko'pchilik qo'l zarbasi, yana qo'l zarbasi Medokik ortidan. Ancha shiddat bilan davom etmoqda. Ha? Shuncha kechikaniga yarasha Kamronjon Saidov Xayki. Lokib chaqiruvchi harakat bilan shu Lokib zarbasini amalga oshirdi. Yana qo'l zarbalari, yana ikkilik zarbasi, yana ikkilik zarbasi, yana ikkilik zarbasi, yana ikkilik zarbasi. Referi diqqat bilan jarayon kuzatish kerak va hisob ochiladimi? Ochiladi hisob. Knockdown. Jang esa davom etadi. Hali 30 soniya vaqt bor. Lokib keskin yo'lladi. Og'riqli yo'lladi mana shu zarbasida. Chap qo'l, o'ng qo'l zarba Medokik. Yana saqlagan holda hozir Rinchetligi ikkinchi bor hisob ochadimi? Ikkinchi bor hisob ochilyapti. Menimcha buyog'iga davom etishga imkon bermasa kerak. Chunki yaqqol ustunlik, katta bosim amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi. Kamronjon Saidov, Qashqadaryo viloyat vakili. Shiddat g'alaba keltirmoqda. Birinchi raund yakuniga yetishiga 3 soniya vaqt qolganda nokaut bilan mana shu jangni yakuniga yetkazmoqda.